Bir inson aksa ursa va alhamdulillah desa yoki alhamdulillah deyish ehtimoli bo'lsa, unga yarhamukallohu va yashfik deyishimiz kerak. O'zi asli birinchi yarhamukalloh deyiladi. Yarhamukalloh degani Alloh senga rahm qilsin, Alloh senga mehribonlik qilsin degani. Aksa urgan odam alhamdulillah desa, demasa aytmaydi emas. Bilasiz, bir musulmon aksa urdi, bu odatda alhamdulillah deydi. Odatda. Lekin siz oldingizda aytmadi. Siz unga tashmid aytsangiz bo'laveradi. Vojib bo'ladi, ba'zi ulamolar aytadi. Jumhur buni ham farzi kifoya deydi. Ya'ni bir kishi aytib qo'ysa, qolganlardan soqit bo'ladi. 2 marta aksa ursa, yana yarhamukalloh. 3 marta aksa ursa, va yashfikni qo'shiladi. Alloh shifo bersin deb. Birinchi aksada u ehtimoliy bor. Ikkinchisida yana ehtimol, uchinchisida biroz shamollashdan dalolat. Shuning uchun shifo so'rab duo qilib qo'yiladi. Bu ham musulmonning musulmon ustidagi zimmasidagi haq.